Kecha oqshomda o'sha boya 5 ta bo'lishiga sabab bo'lgan Arsenal Real Madrid o'yini bo'lib o'tdi. O'zi mana shu oxirgi 5-10 daqiqamizni agar mumkin bo'lsa mana shu uchrashuvlarga bag'ishlamoqchiman. Ya'ni Londondagi o'yin kontekstdan tashqarida umuman kutilmagandek tuyulyapti va to'g'ri, bu Real masalan Realning o'rnida istalgan jamoa bo'lganda hozir Arsenalni keyingi bosqichga katta qadam tashladi. Katta qadam, hech bo'lmasa katta qadam tashladi. Hozir bu yerda katta qadam tashladi degan tushunchani ham men ko'rmayapman. Arsenal muxlislari ham kecha men o'zim Arsenal muxlisi bilan o'yinni ko'rdim. Ya'ni ashaddiy muxlislardan biri bilan yo'q, o'yin tugadi, 4-ni urishimiz kerak deb o'tiribdi-da, baribir 4-ni. Chunki City ham 4-ni urib nima hal qilganda, adashmasam bir o'yin. Yo, endi o'sha De Bruyne urgan o'yinda 1-1 bo'lgan. Javob uchrashuvida 4 urgan. Ya'ni u javob o'yini bo'lgani uchun, misol uchun oldindan natijani bilgani uchun va nima deydi, ya'ni farqliroq. Bunda hamma narsani kutsa bo'ladi, shuning uchun 3-0 ham hali qanaqadir bularga to'liq ishonch bermayapti bu. Chunki raqib Realda, Liga Chempionlar Ligasidagi Real bu butunlay boshqa. O'zi kecha qanaqadir paradoksal o'yin bo'ldi. Mana bu vaziyat bizga namoyish etilyapti. Birinchi jarima zarbasi super gol. O'zi ikkalasi ham qaysi biri chiroyli ekanini aytish qiyin. Bu birinchisi Declan Rice'ning, boya Rice nomi bu yerda yangradi. Shu futbolchini Rodrining muqobili sifatida olgandi Arteta. Men tushunishim bo'yicha. O'zi Arteta Guardiolaning yordamchisi edi, keyin Arsenalga kelib, o'sha versiyadagi jamoani qurishni, o'zi yana mukammallashtirib qurishni yo'lga qo'ydi. Natijalarda oqsadi-yu, lekin baribir o'yini mavsumga shakllanib borayotgani uchun hali ham ishlayapti. Va kecha otdi uning o'sha to'pi, zambarak haligi logosida ham bor. Kecha mana shu zambarakdan 2 ta gol urdi Declan Rice. Lekin bu jarima zarbalarini olib tashlasak ham Arsenalda Thibaut Courtois darvozasi tomon yo'llangan 6 ta 7 ta juda ham xavfli zarba bor edi. Kechagi uchrashuv Arsenalni bu ko'rdik, tayyorgarlik ko'rdi Arsenal. O'sha ikkinchi tarkibni tushirib yubordi. Durang o'ynadi oxirgisida. Liverpool yutqazdi undan keyin. Ya'ni chempionatda yuta olmasligiga ishonch komil va Chempionlar Ligasiga qaratgan bor e'tiborini va bu narsa ham to'g'ri bo'lib chiqdi oxir oqibat. Xo'p, sizda qanday kutilma javob uchrashuvi bo'yicha? Endi Real haqida boya ham aytdik. Real ayniqsa Santiago Bernabeuda kechadagi o'yinlarda qanaqadir kutilmani aytish. Nima masalan, nima o'zgartirish mumkin? Mana bu futbolchimi, Mbappemi yo kim o'zgartirish mumkin? Vinicius kecha umuman ko'p anaqa qildi. Mbappe ham ko'ringani yo'q Vinicius. O'zgartirish mumkin bo'lgan bitta narsa menimcha, endi bu balki hazilli, balki chindir. Kecha Vinicius sariq kartochka olganda menimcha o'sha holat o'zgartirgan bo'ladi. Ya'ni Vinicius tushmagan o'yinda mayli, bu Real muxlislari balki xafa bo'lishar, lekin Vinicius tushmagan o'yinda Mbappe o'zi qolganda ko'proq foydaliroqdek tuyulyapti. Balki menga bu chetdan qaraganda, men Real muxlisi emasman, lekin ba'zi o'yinlar kuzatgan o'yinlarimda Realning o'sha o'yini chiqmay qolgan vaziyatlarda Mbappe hal qila olyapti. Baribir haqiqatan ham bu klubga sotib olingan futbolchi, bu nimaga yulduz deyiladi? Bu Mbappelar misol uchun boshqa bitta o'zi hal qila oladigan o'yinlar bor. Lekin o'sha o'yinlarning aksari ko'proq o'sha Vinicius yo'q paytga to'g'ri keladi. Meni nazarimda baribir istamizmi yo'qmi haligi bizda maqollar juda o'ylab topilgan deymiz-ku, bitta qozonda ikkita qo'chqorning boshi qaynamasligi haqida. Baribir qaysidir ma'noda shu narsa bor. Keyin Ancelottining intervyusini ham o'qidim. O'yindan keyin biz bitta jamoa bo'la olmayapmiz dedi. Bu to'g'ri, bu yerda aniq ismlar aytilgan, umumiy jamoaga berilgan ta'rif, lekin baribir qaysidir ma'noda bor-da bunda qaysidir haqiqat, mana shu juda ham ko'p yulduzning bitta jamoa sifatida jipslasha olmayotgani. O'zi biz to'g'risi o'sha yoqimli nostalgiyaga yoki Realni o'yinlar romantizatsiya qilingan, asosiy tarzda romantizatsiya qilinish, oxirgi daqiqalarda yutib ketishi, yomon o'ynagan o'yinlarni yutib ketishi, finallarda yomon o'ynab turib, masalan Liverpool bilan finallarida yomon o'ynagan. Endi Liverpool yaxshiroq o'ynagan vaziyatda Courtois 9 marta seyv qilgan. O'sha adashmasam ikkinchi finalda o'sha o'yinda Real Chempionlar Ligasini yutib ketgan yoki undan avvalgi hamma o'yinlarda shunday bo'lgan. Ya'ni City bilan uchrashuvda ham masalan 15 daqiqa bilan hal qilib ketgan oxirgi daqiqalar. Bu klass, bu keyingi yillarga ham masalan hozirgi umid berayotgan narsa ham o'sha. Lekin bu mavsumning darajasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Real o'zidan kuchliroq raqibga qarshi, agar shu Barselona deb aytaylik, kuchli emas, o'ziga teng deylik, mayli. Nom jihatdan, tarkib jihatdan o'ziga teng bo'lgan, yaxshi o'yin taklif eta oladigan raqibga qarshi qaysi uchrashuv? Masalan, Barselonaga qarshi 9 ta gol o'tkazib yubordi. Bu achchiq haqiqat.
o'yini qurilgan jamoaga qarshi Real o'yinni olib chiqib ketishi qiyin bo'lyapti. Mana Super Kubokda ham ko'rdik. O'sha bitta golni urdi Rodri. Ikkinchi taymda qizil kartochka oldi Barselona. Bir futbolchi kam bo'lib qoldi va Real go'yo o'zgartirishi mumkin edi, lekin bora olmayapti. O'sha keyingi qadam tashlay olmayapti. Ikkinchi golni ko'rsatishyapti, bu dahshat. Kecha o'zi Karlosni ham ko'rsatdi, rejissyorlar o'shanda shlyapamni eshitdim shunchaki. Endi Karlosni ushlab turishgan. Konfederatsiya klubidagi. U golni keyin undan tashqari o'zi umuman ishora qilishyapti, jarima zarbasiga ishora qilishyapti. U tomosha qilyapti, uni jamoasi esa gol o'tkazib yuboryapti. Xullas kechagi uchrashuv ham Chempionlar Ligasida o'sha doim biz nima uchun bu turnirni ko'ramiz, kutamiz degan savolga javob bo'ldi. Juda ham bir qiziq o'yin bo'ldi va muhimi shu 3-0 dan keyin ham narigi tarafda Real turgani uchun, Madridda bo'lgani uchun, mana bunaqa Jude Bellingham kabi futbolchilari mavjud bo'lgani uchun ham tarkibda kutyapti ko'pchilik, ya'ni mo'jiza kutyapti. Realning o'zi bilan ham bo'lgan yoki Barselona bilan bo'lgan o'sha PSJga qarshi uchrashuvni eslaymiz. Liverpool bilan bo'lgan Barselonaga qarshi uchrashuvda bunaqa kambeklar bo'lgan Chempionlar Ligasida yaqingacha ham. Va endi shu kambekdangina umid qiladi Real Madrid va buni endi qanchalik uddalaydi bir haftadan so'ng bilib olamiz, ko'rib olamiz. Kecha bo'lib o'tgan 3-golni Merino urdi. U ham chiroyli nisbatan, lekin mana bularning oldida oddiy gol bo'lib qoldi. Bu shedevr bo'ldi. Endi o'zi bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Real o'yinida, Real haqida o'yinda taxmin bildirishda bu Real deyish osonroq. Hamma taxminlarni o'sha Realda qanaqa tajribali o'tgan mavsumlarda o'yinlarga baho berganda menimcha imkoniyat yo'q haqiqatan. Real shunaqa degan bo'lardim, lekin yana o'sha fikrga qaytamiz. Real bu Chempionlar Ligasi uchun yaratilgan, shuning uchun o'sha fikrni aytsangiz yaxshiroq. Ya'ni siz ertaga Real chiqolmasa ham chiqolmadi deyishdan ko'ra Real bu Real siz o'sha fikr o'xshab qolsa, mana haqiqatan ham to'g'ri deyish osonroqda. Ya'ni Real shunga o'rgatgan. Shu ma'noda umid qolgan, lekin kechagi Arsenal, kechagi Real bu o'yinga menimcha nima deydi, nuqta qo'ydi desa ham bo'ladi. Katta bo'lmasa ham Arsenal menimcha o'sha imkoniyatlar 90% dan yuqori degan bo'lardi. Ha, qo'shilaman. Sabablarini ham aytdim. Rostdan ham o'sha katta o'yinlar masalasi bor. Real Madrid bu yil oqsayapti. Yoki rostdan ham o'sha butun mavsum yechmadi-da. Biz qaysidir kichik o'yinlarda ham Vinicius ham Mbappe gol urganini ko'rib yoki deylik mana yechdi yoki mana yaxshi bo'ldi deyapmiz, lekin katta o'yinlarda rostdan ham bular bir-biriga xalaqit berib qolyapti. Kecha ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bir necha joyda Vini qizg'andi, markazda o'zini oxirigacha mukammal his qilmayapti Mbappe yoki Mbappening o'zi ham bir yaxshi o'yin o'tkazdi deb bo'lmaydi. Mbappega ham baribir ko'p narsa bog'liq.